Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tashkil etiladi. Ta'lim sifatini ta'minlash va ta'lim xizmatlari ko'rsatish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tashkil etiladi. Agentlik o'rta maxsus, kasbiy, oliy va oliy ta'limdan keyingi ta'lim, shuningdek kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tashkilotlarini, ta'lim tashkilotlari kompleks va maxsus davlat akkreditatsiyasidan o'tkazadi. Bunda kompleks davlat akkreditatsiyasi har 5 yilda ta'lim tashkilotlarini tashqi baholash natijalari asosida o'tkaziladi. Maxsus davlat akkreditatsiyasi kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilayotgan ta'lim dasturlari bo'yicha o'quv jarayoni boshlanishidan oldin o'tkaziladi. Shuningdek, agentlik ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining zamonaviy mehnat bozori talablariga mosligini o'rganish maqsadida umummilliy ish beruvchilar so'rovnomasini o'tkazadi. 2025-2026 o'quv yilidan ta'limning sirtqi shakliga qabul tugatiladi hamda kunduzgi ta'limdan boshqa muqobil ta'lim shakllari bo'yicha qabul kvotalari oshirib boriladi. Shuningdek, 2025-2026 o'quv yilidan oliy ta'lim tashkilotlarining muqobil ta'lim shakllari bo'yicha umumiy qabul kvotasini kunduzgi ta'lim shakli qabul natijasining 50% dan oshirishga yo'l qo'yilmaydi. Magistratura bosqichida muqobil ta'lim shakllari asosida ilmiy pedagogik kadrlarni tayyorlashga ruxsat beriladi. Oliy ta'lim tashkilotlarida muqobil ta'limning kredit modul tizimiga asoslangan maqbullashtirilgan kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha o'qitish yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, har bir ta'lim tashkiloti tarkibida ichki ta'lim sifati auditini amalga oshirishga mas'ul ichki ta'lim sifati nazorati bo'limlari tashkil etiladi.